Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Mana yangi fason trokalarimiz ham tayyor bo'ldi. Xudo xolasa ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Bularning oldi qismlari to'liq MDF dan iborat bo'ladi. Mana ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 3 o'nlik bo'ladi. Har bittasi отдельный o'zi mustaqil turaveradi. Bular o'ziga yopishib turmaydi, отдельный turadigan bo'ladi. Mana qoshlarini ko'rsalar ham bo'ladi. Qavatlari ham 4 qavat, 5 qavat bo'lib, yonlariga keladigan bo'lsa, yonlari ham oynali, derazali bo'ladi. MDF materialdan ishlaganmiz. Xudo xolasa ustunlarni ham ko'rib baho bersalar ham bo'ladi. Atroflariga gullarni yangicha fasonda, yangicha dizaynda qilib chiqib qo'ydik. Mana ishlarini ko'rsalar ham bo'ladi. Ichlari ham ko'zguli, taglariga ham bemalol narsalar taklasa ham bo'ladi. Eshiklari ham vakuum mexanizm, o'zi sekin tortib oladi. Hali birdaniga taraqlab yopilmaydi. Mana buni ham bosh tomonlari, tagi ham отдельный ochiladi buni ham. Do'styor tanishlaringizga bemalol pregragat qilsalar ham bo'ladi. Mana tag qismlari, arg'amchilari oldingi fasonlarimizda bo'lmagan edi. Endi bunisiga qo'yib qo'ydik, yopishtirib. Bu ham ancha nima deydi, jilo beradi, chiroy beradi. Odamning o'ziga diqqatini tortadi. Mana savlat to'kib turibdi. Oldingi videolarimizga o'tib ko'rsalar ham bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan fasonlarni chiqarganmiz, lekin ozgina boshqacharoq bo'lgan. Mana yon qismlari ham oynali bo'ladi. Ustunlarni ham ko'rsalar ham bo'ladi. MDF materialdan ishlangan. Mana tag qismlari. Mana yana ham yaqinroqdan oladigan bo'lsak, mana videoda bilmadim ko'rinyaptimi, tiniq qilib kraskalarni ham sepib qo'yganmiz. Xudo xolasa oladigan odam ham baraka topib, xursand bo'ladigan bo'lib ishlaganmiz. Orqasi tomonlarini ham mana ko'rsalar ham bo'ladi. Tiniq tep-tekis qilib shunaqa materiallarda yopganmiz. Mana aytgancha narigi tomonda ham o'zimizni ishlash jarayonlarimizni bitta ko'rsatib o'tdik. Mana shu servantimizni ham oldingi videomizda ko'rgan bo'lsalaring, bu birinchi turgani Anjon fason troka deyiladi. Mana buni sal pastroq bo'ladi, обычныйsi, bunisi sal bo'yi balandroq bo'ladi. Razmerida ham lekin farqi bo'ladi. Gullarida, ozgina ustunlarida farqi bo'ladi, ozginadan. Shuning uchun bunisi ozgina qimmatroq chiqadi. Mana ustunlari plastmassa bo'ladi, buniki silliq bo'ladi. Tagi ham tuya oyoq deydimi? Xuddi shunaqa. Narigisi oddiy обычный bo'ladi. Bunisi tuya oyoq fason deyiladi. Biz endi mebelchilar tilida shunaqa nom qo'yib olganmiz. Mana bu tomonida ham o'rtalari bular. Mana bular mashhidda yotkizib, terib turib keyin tikkalab qo'yiladi. Mana bu ham narigilarda bittadan qismi. Mana bu tomonni ham ko'rsalar ham bo'ladi. Pashta bitgan holatlari. Ularni endi bozorga tayyorlayapmiz. Ruchkalari ag'da-bag'da ozginadan kamlari qolgan. Bunisini qoshida ozgina kami bor ekan. Eski videolarimizni ko'rsalaring, MDF mebellar chiqarganmiz. Mana bularni yangicha fasonlar. Bular mokri svetda, antrasit deyiladi. Shunaqa yotoqxona so'rasalar ham o'zimizda bor, tayyorlab beramiz. Bemalol olib sotgani ham